Amerikada bank tizimlari haqida qisqacha gapirib o'tmoqchi edim. Bu bankning orqa tomoni ish kunlarida mijozlarga xizmat ko'rsatiladi. Mana bu yerda 3 ta boks, bu 3tasi mijozlarga mashinadan turib xizmat qilishga mo'ljallangan. Bu chekkasidagi bankomat, shunchaki bankomat, pul yechsa bo'ladi. Xo'p, bularni neobishni tomoni, demak, bu qubur, ya'ni klient keladi, derazadan turib operator bilan kompyuter monitor orqali gaplashadi. Qanaqadir hujjat yoki puli bo'ladigan bo'lsa, o'sha quburga tashlaydi. Bu qubur vakuum ichkariga olib ketadi bu hujjat. Ular ham xuddi shunaqa hujjat jo'natadigan bo'lsa, xuddi qubur orqali keladi. Mijoz bu quburdan pulini yoki hujjatini oladi va ishini bitirib ketaveradi. Bu yerda bankomatdan 24/7 rejimida xohlagan paytda pul yechib olsa bo'ladi. Bankomatda maksimal limit qo'yilgan, demak kartadan pul yechish $900 bir kunga. Eng katta kupyura $50. Nimagadir Amerikada $100lik ishlatilmaydi, kamdan kam ishlatiladi. Hozir pul yechamiz. Bak, pul yechib oldik, $500, $50lik qiymati. Nimagadir Amerikada $100lik kamdan kam ishlatiladi. Asosan eng katta puli bu o'sha $50lik hisoblanadi.